Unda keling, birin-ketin sizlar bilan ajoyib ichimliklarimiz to'g'risida ma'lumotlar berib o'taman. Birinchi o'rinda turgan bu qizil gana choyimiz. Ya'niki buning tarkibi rooibos giyohi va ganader mavsumligidan iborat. Organizmni to'laqonli tabiiy pilisosi desak adashmagan bo'lamiz. Pilisosga o'xshagan so'rib organizmning ortiqcha shlaklarni, chiqindilarni, axlat, musorlarni tozalaydi. Qon bosimini me'yorlashtiradi, sahar diabetlar uchun juda ham foydali, xolesterin va yog' miqdorini kamaytiradi, jigar va buyraklar faoliyatini tiklaydi. Oshqozon uchun ichak faoliyati va hazm qilishida muammosi bor iste'molchilarga, bemorlarga tavsiya etiladi. Qadog'ida 20 ta paketchada alohida damlab ichiladigan choyi bo'ladi. 308 ming sotuv narxi. Sotuvda mavjud azizlar. Juda ham xushtam, tabiiy, og'izga kirgani bilan yoqadigan yumshoqqina latte kofemiz tarkibi ganader o'simligi va qizilmiya, cho'rniy golovka, xrizantemaga o'xshagan o'simliklardan olingan giyohlardan. Bu kofe o'pka, bronxlarni, jigar va buyraklarni toksinlardan tozalovchi, shamollaganda, yalg'ilaganda juda ham yaxshi davo bo'lib beradi. Onkologik o'sma kasalliklari bor insonlarga o'sha o'smasini, o'sish xavfini kamaytiradi, miqdorini. Yalg'ilanish va shamollash holatlarini tezda o'tib ketishida, tomoq yeringlaganda juda ham ertalab, ayniqsa och qornda iste'mol qilinsa, yumshatib, balg'am ko'chiruvchi hisoblanadi. Isitma chiqqanda ham samarali qo'llaniladi. Bolachalarga ham mumkin. Tanadan ortiqcha suyuqliklarni ham chiqarishda yordam beradi. Buni ham tarkibida 15 ta qadog'ida latte bor.